Yo barcha do'stlar, bugungi videoda men Zipxur. Do'stlar, mening Telegram kanalimga qo'shilib qo'ying iltimos. Qaysi videoni, qanaqa videoni olayotganimni sizlar ko'rib borasizlar-da. Shunda mana bugungi videomiz Telegram kanalimdagilar ko'rdi, qo'shilganlar. Hozirdan meni hurmat qilib 3 inson kirdi do'stlar. Ular mening qadrli obunachilarim yoki do'stlarim qo'shilishdi. Qattiqroq qo'yamiz mana bu tezroq bosishga. Hozir mana bu o'rganib chiqaylik. Mana bu tuxumlar bor ekan. Nima bu? Mana bu qo'limizda ko'taradiganlarimiz bor, ana shularni almashtiramiz ekan. Va bu yerda poyga ekan, mana bu yerda tushiramiz ekan va bu yoqdan qanot qilib qo'ydik. Qo'lingizda mana bu yoqda ketaveramiz ekanda. Unda do'stlar sizlar 3 gacha sananglar. 1 to'xtanglar. Nasamni to'g'rilab olay. 1 2 3. Avvalchilar hozir mana ko'rsangiz mumkin. Hozir musobaqaga tayyorgarlik ko'ryapman. Mana bular tayyorgarlik ko'rishyapti. Men ham tayyorgarlik ko'ryapman, hozir boshlanadi. Mana bular esa hozirdan bizdan oldin boshlaganlar yoki qolganlarni kutish munosabatida qolib turibdi bular. To'xtang. Endi hozir ko'ramiz. Mana 1 2 3 ketib qoldi. Tepada qarasangiz kuzatib turibdi. Kim nechanchi borganmi? Yana bolada oldinda mana. Sal kulrayroqman-da. Do'stlar, nechanchi o'rin bo'ldim men? 4-chi o'rin bo'pman. Ayli. Hech bo'lmaydi. Lekin yutdik. Nima bo'lsa ham. Mana. Endi mana bu yoqdan tuxum ochamiz mana. Ikkinchi tuxumim. Qo'shqa, mushuk. 30% tushadi ekan. Endi baksak hozir Kingsley 30 ga ekan. Hozir ko'ramiz. Oxirgisi 30 ga ekan. Skalta masklay. Kuchaydik. Adigina bo'lsa ham. Endi do'stlar kesinlikle qadr o'tkirib ko'rsatadi hozir. Mana bu yoqlar boshqa qilganlarimni sizlarga ko'rsatmayman. Vaqtingizni olib. Obunachilar hozir endi oxirgi poygamizni o'ynaymiz. Mana bular bilan bu yoqda kemirdi. Men ko'rsatayingiz.
maqtanib turibman. Birinchi o'rindaman. Mana ko'rishingiz mumkin. 10 sekundda kelibman. Rekord o'rnatdim. Kuchimni qaranglar do'stlar. Boshida eslasangiz, mana boladek chichoq edim. Kuchsiz edim. Ishonmasangiz, videoni boshiga qaytarib turib ko'ring. Mana shu boladan ham kuchsizroq edim. Hozir kuchliligimga qarang. Qo'limda gantellarni qarang, gantel. Shosam qo'yib olgim kelmayapti shu gantelni. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Iltimos sizdan. Mana tushdik. Mana bitta jangalar. Biz ko'ramiz. Bular ham o'ynab. Hayat mendan kuchli ekan Google'lar. Mana o'yinim ham qotib qoldi. Mana 4-o'rinimiz. Mana do'stlar 600 ta pavet berdi. Do'stlar sizlarni voy mana yo'qsa sog'a bor ekan. Chiqamiz bu yoqdan. Niye chiqmayapti bu? Obunachilar, 1 sekundgina vaqtingizni olaman. Undan oldin mana bu yoqda tuxum ochamiz. Bizga kasb tushdi. Mana bu qo'shiqchi qo'lida gitara 19% tushadigan petdan tushdi hozir. Yaxshi. Yani 30 minutdan keyin tushar ekan. Faqat va faqat hozir. Ya 30 minutdek o'tirsam, 30 daqiqa o'tirsam, ana shuni olar ekanman. Obunachilar, sizlarni 3 sekundga vaqtingizdan olaman. Bunda ketdi. Yo do'stlar. Mening mana kanalim bor. Mana shu kanalga kirib turib, o'zlaringiz qaysi videoni qachon qo'yishimni ko'rishlaringiz mumkin. Obunachilar, sizlarga rahmat. 40 ta obunachilar o'tganimizga. Endi esa o'yinga go. Do'stlar, hozir ana o'tirmay ko'rgan bo'lsangiz, men sizlarga rahmat. Endi mana yana ishlar qilamiz. Bu yoqda buyuk ishlar qilamiz. Mana bu yoqda singlim bor, yonimda ukam bor. Keyin do'stlar, hayotimda nimalar qilishimni ham short video yoki yani shunaqa videolar kirib chiqaraymi, shularni ham yozib qoldiring. Unda men yana kadrlarni to'xtatilgan kadr qilib ko'rsataman va unda go. Obunachilar, mana hozir ko'rishingiz mumkin. Mana yozdim kuch.
Küçüldüm. Men alkogollik eman. Menga jang beringlar, men janggarman. Qani ko'ramiz. 4-o'rinmi hozir? 3-o'rinmi? 2-o'rinman. Men alkogollikman, menga jang beringlar. Do'stlar ko'rdingiz. Endi obunachilar buni ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz kanalimga like va obunani va Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va Telegram kanalimni boshida ko'rsatdim sizni. Endi shu kanalga kirib turib yozishingiz mumkin. Barchasini o'qiyman.